Salam dostlar, mana hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Videoga başlashdan burun yanılama eskerishini deb o'tib ketay. Videoda tushuntirganlarim, qilgan tahlil analizlarim hammasi shaxsiy ko'z qarashlarim. Sizlarga danlasatanglar deb tavsiya berish haqqim, huquqim yo'q. Hammalarning o'zlarining shaxsiy ko'z qarashi bo'yicha harakat qilishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat. Ko'rayotganinglar Bitcoin 30 soatlik grafiki. Bugün Bitcoin'deki bahçetine ait bir hayacanlandırdığı bir özgürlükler buldu. Çünkü biz bunu 2 günden aldıdan yine yakşam bugünüzki videomda sizlerge tahlil kılıp düşündürgendim. Kılgan tahlil analizlerimiz 99% işledi desek mi buldu. Bugün Bitcoin 28.600'lerce bir düşüş oldu. Ondan keyin tezden bir arkasıga qaytish bo'lib hozir 32-30 minglarga yaqinlab qoldi. Oldingi videolarda men deb o'tgandik. Mayadagi bir 3 bo'lonliq bir sizig'imiz bor bizning. Mayadan tushgan yana bir 3 bo'lonliq to'saq siziqni meni sizgandim. Buning ustiga chiqib ayiqning bizga qurgan nimasi tuzuqi, yani qismi deb aytgandik. Men og'andim, men kelgandik to'saqlarni 41-42 minglik to'saqlarni biz buzamag'anligimiz uchun kallamizga yetib o'shani qaytadan pastga tushib bo'lib hojatdim. Endi men qarasaqchi, menda mening qattiq kuchli bir edish bo'ldi. Bu yerdagi buqalama ayiqning kallasiga o'tirdi desak bo'ldi. Undan keyin yana qaytib inib shu bo'lib chekirib qoldi. Oldingi oxirgi videoni yakshanba kuni videoni ko'rgan bo'lsangiz, bugun nihoyat yaxshi bir taktik va fursatlar keldi. Bu grafikimizda oldingi videoda mushu grafik to'g'riliq pek to'xtalgandim. Hozir biz ikki qizil liniya bilan yeşil liniya orasida pastlashib o'ynayotdi. Bitcoin bahsini degandik. Qachonki yeşillarga kelsa, shu yerda ilishlar bo'lganligi uchun tepedagi qizillargacha bir harakat bahajat o'zgarish bo'ldi va qizilga yaqinlashganini setib yerda bir foyda olib chiqib saqlab ahvol qartayni strategiyani taktikani tuzsak bo'ldi deb aytgandim. Yana bizga bugun yana shunday bir fursatdan birini berdi deb o'ylasak bo'ldi. Chunki oxirgi videoda shuni tushuntirgandim. Qancha yeşilni olgandan keyin qizilga yaqinlashganini satsak 130 dan ko'p bir foyda degandek tushuntirishlarni bergandim. Agar bu tushuntirishimni anglab ko'rib, yana shu bo'yicha bir sinab baqqalar bo'lsa, menimcha hozir 28 mingdan 30 minggacha 3-4 ming dollarlik bir o'zgarishga bir foydani menimcha yaxshi bir olgan bo'lishlar deb o'ylayman. Chunki men shunday bir qildim. Men o'zim nima qilgan bo'yicha 2-3 yerda aldım, bir lam yerda olmadim. Keyin kelish yerimga kelmay qoldi. Afsuslik yana deymiz. Afsusning g'ayri yo'q. Bozorda fursatlar tugamaydi. Men 31 mingda 30 mingda oldim. 29 minglarni ko'rgandan keyin ansirash bo'ldi. Qanday ansirash desanglar, o 29 ga tishlam tushib ketdi. Qarasak 28 ga qilib qoldi. Men o 25larga tushib qolaman. 25larga tushganda laymiga deb azroq ochko'zlik ishimda paydo bo'lganligi uchun saqlab turdim. Qalasak 28 tutdi. Ko'p etmayman 29 keyin qaytib ketdi. Bir yana o'ylasam, menimcha ancha xato o'ylamadim deb o'ylayman, chunki tushish ehtimoli ham bor. Shuning uchun azroq bo'lsa olgan bo'ldim. Menga foyda chiqqan bo'ldi. Yana ahvol qarta balkim azroq saqlab boqaman yoki bo'lmasa mayalarga chiqqanda setib foydani pinlam nima coinda stable coin muqim bo'lgan dollarga nisbatan muqim bo'lgan coinlarda turishni taktikani planim shu bo'yicha o'ylashman. Sizlarni xohlasangiz shunaqa qilsangiz, lekin yana mayadan qaytib yana mayadan qaytadan bir sinash ehtimoli ham yo'q emas do'stlar. Yagam kelish ehtimoli yuqori. Biz mayadan boshlab bir tushishga kirgan to'shnaqa. Mana mayadan
41'den keyin kıldığı yap meyge düşüp oldu. Yani bir linya kızıl sızıqtın birini sızıp koydum şunda. O biz belki muş sızıqlarda mesela 33 minggacha bo'lgan ahvollarda bir to'sqinlikdan birga duchor kelishimiz mumkin. Shu yerni yanılım setishi bilmay kelish ehtimoli ham bor. Shuning uchun riskni xohlamaydigan bo'lsa mayerlarga 34-33 minglarga kelgan azroq setib bo'lmasa qarab agar ustiga maash ehtimoli bo'lsa yana qaytadan kirib mayerlar kelganda yoki bayatdan deganda tepedeki 40 minglarga yaqinlashganda sotmaydi sog'lama bo'ldi. Chunki risk tugamadi endi mayerdan qo'ymay yuqorilab demdi. Laptopga qarab mangda degil bo'lmaydi. Qandayki mayerdan da tushgan bo'lsa chiqqandimi shuna baldoq chiqdi 5 daqiqalar. Biz shunun qarta her saatlik, her 4 saatlikdeki grafikning baho o'zgarishi qarta planimizda o'zgarish ham bo'ldi. Shunun qarta setish ham bo'ldi. Shuning uchun eng yaxshisi xatarga tavakkul qilgan ahvol ostida oz bo'lsin foydaga shukur qilib o'yini sog'lay yoki elib setib qilsam menimcha yaxshiroq bo'ldi. Men shuni plan qilyapman. Bundan boshqa yana dominansimiz qaraylik. Dominans qarasak mana oldingi videoda degandim dominans bizning Bitcoin'deki bazanın gücünü belgilaydi. Bu güç odurlab altcoin'larga yani Bitcoin'de başka coin'larga ta'sirini ko'rsatib berdi. Qancha tubiga qarab maqsa yani mendeki 40'dan 50'ga 60'ga deganda tubi tarafga qarab maqsa Bitcoin'ning kuchini qildik. Haqiqatan shuna bo'lib %50'lik bir kuchini qaytarilish qartamoqda. Shuning uchun altcoin'larning hamma altcoin çok küçük, yaxşı yama hemmesi şu bahadiyatın tüvenlepmağın ihtimallıqdan birisini köre qabılma grafikti ben. Lekin total market gibi qarsak, total market cap şu bizden bütün pazardaki şu sırlıq pul dünyasındaki, yani mevhum pul dünyasındaki pullarının umumi qiymetini belgilaydi. Qalsanız 1 trilyon yaqinlab qapti ekan. 2,5 trilyon yaqinlab qolgan pul hozir 1 trilyon yaqinlab qolib qaytadan endi bozorga pul kirish bo'ldi deb o'ylasak ham bo'ldi. Bizga nisbatan qancha bu tepaga qarta ko'p pul kirsa, nurg'un coinlar nisbatan ajoyib o'zgarishlar bo'ldi. Bundan boshqa sizlarga yana ko'rsatib qo'ydim. Mayli bir nima tepib oldim bugun. Bir grafik qarasak masalan bu grafikda ko'rgan oladik. Uzun mezgil tutduğunlarla yine birge otur mezgildik. Yine ahval kardeş kurduğunlarla yine birge kısa mezgildik yine küçük ne diyemiz az tutup setip elip diyendek oynadığınlarla karsak neme tutduğunlarla deyimiz mezgilimiz ahval qarta mesela hazır deyimiz Bitcoin'ning mesela bu yugurishi davom qilyapti deb o'ylaydiganlar bor. Yil oxirida mancha manga chiqadi deganlar. Ularga nisbatan mesela qarasak o'sishlar bo'layotibdi. Shunaqa uzun mezgil tutadiganlarni qarasak yana asta yine yuqori qaramayapti. Lekin faqatla nima small holders degan qarasanglar pek tushishlar bo'layotibdi. Shunaqa bu nimaning ifodasi qo'rqib bular kichik nimalar bo'lgandan keyin ozroq pulim bo'lsin yo'qolib kelmasin deb bular satadilar. Bo'lib sotgandan keyin bularning sotgan bitcoinni kim oldi shundoq o'tir mezgillik yoki uzun mezgillik qo'li bitcoin tutishni plan qilganlar hep shuning uchun ularning grafiki yuqori yo'labdi. Shuning uchun qo'rqib setish sizlarga undaq yerda bundaq xabar chiqdi, u davlat chekildi, bu davlat chekildi, qazishlarda unda o'zgarishlar bo'ldiki, bu degandek har xil xabarlarni xabarda qo'rqitib, shunaqa insonlarni qo'rqitgandan keyin nimalar qo'li kuchlilar ular nimani qo'rqib sotganlarning qo'lidan bitcoinni oldi deb o'ylasak bo'ldi. Shuning uchun yana bu qo'rqadigan emas. Masalan,
aldığa mezgil. Manın qarasаңlar Fear and Greed indeksimizge tünegen qarasаңlar 120'şti. Qarаңlar bugün 10'ga. Nemişqa bayatın 2 grafik oxşaş. Qoqqandaylığı kiçiklenmesi dep. Şunun için bu istirlik'e yine qıpqızıl olup ketdi. Şunun için qızılmışda qancha qızıl bolganda koylarni elish kerak. Hammamiz yeşil olup ketganda shunda og'imiz kelib ketadi. Voy, ustiga bo'lgan ustiga bo'ldi. Asli shu xato. Yeşil bolgancha yeşilga yaqinlashganda setib, qancha qizilga yaqinlashganda azazin yig'ib yeşilga kelgan setish uchun plan tuzish kerak, yine strategiya tuzish kerak. Başka mavi birisi features degende mavi qima şekilde oynagılı buluşu bu Bitcoin'ni. Menimce köpünce düşünsizler, düşenmesler keyin vaqt çıqqanda bu to'g'riliq ham tushuncha birib bitib ketme. Bunu qarasanlar bir pastlash bor. Bu har xil bozordagi, masalan, har xil bozordagi qima o'ynashning pastlaganlik nimasi bir grafik ekan. Bu bizga nisbatan deymiz haqiqatan qo'rqadiganlarning nihoyat ko'pligiga uyamiz. Qima o'ynaydiganlarni qo'rqib hozir qo'li titrayotganligini, ya'ni voy bundan tushib ketarmiki deb. Tushib o'ynay desa aslida aldiganlar ustiga bahani ko'tarib onun o'yinini buzdi. Ondan ustiga ma'amiki deb üstəşik oynaganlar qilsa eyiqlar kalas qurib tushishni o'ynaganlar. Ularning o'yini buzganlik uchun bularni nihoyat qo'rqqan ahvolda. Ya'ni bozorda nima bek aniq olmagan ma'lumotlar, aniq olmagan nimalar baho o'zgarishli ko'p bo'lganligi uchun bu bir ayni yaqin bo'layotgan ahvollarmi shu. Hammamiz qo'rqqandan keyin baho kuchli bir o'zgarishlar bo'lmay shu bayatdaqa ikkilangan o'tirisda chiqib qo'yadi. Ondan başqa mayada yine bir nima bor. Mavi qarasanglar Wyckoff accumulation schematics deydi. Bu deganimda bu Wyckoff nimadan mavi schematics deganimiz shu tüpsiki maya qarasanglar, ma tüpsiki köksü nimada qolgan bir sxemadek bir nima grafik bor. Bu grafik nurg'un nimalarda o'xshash ahvollar bo'lgancha bir narsaning tushgandan keyin qaytlab minishi to'g'riliq bir bizga azroq bo'lsa yo'l xaritasi ko'rsatib berdigandek bir nima ekan bu. Grafik desak bo'ldi. Hozir buni o'qishtirib mayada o'qitgandan keyin qarasak mayada tushgan nimalar bor qarasanglar. Mana putudu bor masalan mayada. Masalan A düşgen başlanılgan yerde A'la var. Mesela A ondan keyin miye qarasanglar miyada B shunaqa o'xshash. Hozir bizdaydi ular C'da B deb. Shunaqa. Agar bu vaqtda shunga o'xshash bir ishlar bo'lib qolsa, bizlardagi bugungi 28 millionlardagi baho menimcha Muşu qıtımlıq nimedeki en tön bahadan birisi buluş ihtimallık yukarı demek için bulaşıyor. Ondan keyin şu qarasaq bunun tahmini boyunca 100 mingdan ko'p bir bahoga mangadigan bir nefes elish mezgili deb o'ylasak bo'ldi. Nima tushundirsak, oddiy tildan tushundirsak. Shuning uchun bugungi fursatdan foydalanib ozroq olsam foyda olgan bo'lsanglar belki yaxshi bo'pti. Agar nima qilmagan bo'lsanglar shu bozorning ahvoli shu. Fursatlar ko'p. Psixik jihatdan yaxshiroq holatni saqlay olsanglar vaqtida kirib vaqtida chiqa olsak bozordan foyda og'ilmaydigan ish yo'q. Undan boshqa hozir masalan dominans ko'tarilishda nurg'un ko'ylarning bahosi va tushib ketdi. Bu vaqt qanday qilish kerak? Baytda nimadim? Fear and Greed indeksda qo'rqayotgan vaqt elish kerak dedi. Shunaqa. Unda qanday qilish kerak? Shunaqa ko'ylarni tepishimiz kerak. Shuning uchun men ba'zan ko'ylarni topdim. Qanday qildim desanglar, u ko'ylarga masalan
mesela Binance'da bir coin'e az $10, yani $11 qilib ala olasizlar, $11. Shuning uchun men $10, $15'dan nima qilib coin oldim. Yani azdan undan az ağır bo'lmaganligi uchun azdan ba'zan haqiqatan grafik jihatdan bek tönlegan coinlarni tepib shu coinlarni ozroqdan nima qildim yig'ib haqiqatan yil oxirida bir qattiq bir o'zgarish bo'lib qolsa shu vaqtda en az 7-8, 10, 15, 20 qatlaydigan coinlar bor. Shu coinlarni tepish uchun nima qildim? Mesela Coin Alpha degan coinmi yo yomon emas proje. Buningmi men nima deymiz? $10 ya $11'dan $15'gacha bir nima qildim. Azroqdan elib tutdim yana. Agar yanimda tushib qolsa yana azroq qo'shaman. Masalan 3 sent debdim, 30 sentdan yana 20 sentlarga 15 sentlarga tushib qolib qolsa yana azroqdan $10'dan qo'shib yil oxirigacha bir tayyorlik agar haqiqatan bir o'zgarish bo'lib qolib qolsa bir payda olamizmiki deb faqat birlam coinga umid bog'lasak u yaxshi emas degan tuqu. Shuning uchun $10 o'yna $11'dan oldim, qancha kelsa muhim emas. Birisi shu. Ondan başqa yana Bayatdan coin nima ish qilganligimni tushuntirib qo'yay. Qaranglar, Fibonacci sizib qo'ydim bayatdan video qilsam deb. Mesela bu Fibonacci mesela coin tushgan vaqtda mesela 0.2 sinetgacha tushgan deb o'ylasak, mesela grafik bakın 2 sinetlargacha. 2 sinetdan beri mesela aşağı deb o'ylagandan keyin bu hozir bizga tushgani ma Fibonacci grafikining yeşilning ichida ekanmiz. Shuni bu odatda shu oldigan rayon deb aytgandik qo'y, yeşil rayon. Shuning uchun bu yerda men shu bu coinni azroq azozini edish uchun $11 olib qo'ydim. Bundan boshqa yana audio audio degan coinga qarasak, bunun tushgan yeri qancha ekan? Birisini tushib qolibdi. Shuna buni mesela Fibonacci sizsak hozir nima qilmoqlab yaxshi men chiqib qolibdi bu qanchacha 0.49 chiqib qolibdi shuna. Şunu bunu sizib qo'ymanda telefonda yaxshi bo'lmay qoldi ekan. Sizlar buni yancha yaxshi sizilmadi, lekin qarasang yanılmış yeşil Fibonacci yeşilning ichida audio. Shuning uchun bunga men $10 olib qo'ydim. Qancha kelsa. Yana tushsa yana ozroq qo'shaman degandek. Qarasanglar bu hozir masalan 0.6 yana qayta bir miyaga kelib qolsa qancha 7-8 asl o'tsa-da buni. Shuning uchun halaydiganlar shuni o'ylab baqsanglar bo'ldi. Undan boshqa Akro. Lekin yana bir risk bor bunda. Bu yo'qolib ketish ehtimolligim bor. Shuning uchun men tayyorsiz qolibdim. Shuning uchun bek oz, yani en az $10 oldi ekan dedim, $11. Shuning uchun shunday o'ylasanglar mayli, xohlasanglar.
kalsаңlar, аяқсыны биткоин ойластаңlar buldu. Çünkü yokup ketmeydiğinden birisi şu bitcoin. Mağlaş risklik, xatir var. Manın mesela karşısında yeşil yeni alamaydı. Bunun için yeşil müzik kiripti. Onun için bunu da azırak app koydum. $10 aldım. Yine yeni koşuş ihtimalımız var. Onun için azırak ben boyunca şu. Şuna nurgun koylar var. Bu videoda ben mutlusam vakit pek uzun gitip kaldı ki. Onun için dostlarım halı sağlam bana okşaş öyle sağlam buldu. Çünkü bazada kundayımız 10 ming tek coin var deb o'ylayli. Qaysi coinning qancha eslab, qancha onda bahoga kelishini deymiz. Bilish qiyin hamda. Shuning uchun bilish qiyin ekanda olmasak texi o'shabdi olgan bo'lsam deydi ekanmiz. Olgan ekan tushib kelsa, olmagan bo'lsam deydi ekanmiz. Shuning uchun faqat bir lam coin elib riskni app xatarga qarab o'tirgandan az 10 tane coin'ni app qarasak, shundaqa uningda 10 xil ehtimollik bor. Birini olsak, birini ya 50 ya 50 tushishni, onun uchun 10 xil ehtimollik bor. Shuning uchun bunday qilsak ham nimasini azaytgan bo'lamiz, xatar riskni ham ehtimollik yuqori bo'ladi hamda. Masalan, bir narsa biliq tutish uchun 10 qatim yem tashlaymiz degan gapda, bir lam yem tashlab qarab o'tirgan bo'lmaymiz. Shuning uchun dostlarım naraq bir taktik, strategiya işletib baxsam ham bo'ldi deb shuni tushuntirib qo'ydim. Mening hozirgi nimam shu. Bo'pti do'stlar. Baytam degandek bitcoin ahvoli yomon emas, lekin yana 25larga bir tushish ehtimollik yo'q emas. 25larning bir sinash ehtimolligi bor grafikda. 25largacha mana ostig'imi. Çünkü 23 21 mingdan 23 minggacha bir nima bor deb o'ylar ekan ko'p jihatdan. Bir mishada bir bo'shliq bor deb baho jihatdan shu bo'shliqqa kirish ehtimolligi bor ekan. Mashadagi mayani bir sinash ehtimolligi bor deydi mayadagi. Qarasanglar, mayada bir mishada bir o'sish boshlab ketamiz, mishlarga bir tushish ehtimolligi yo'q emas. Shuning uchun her vaqt xatari bor. Shuni qarta o'zinglar foydalarni elib ziyon azaytsanglar yaxshi. Ahvol shu. Bo'lmasa yana sizlarning pulinglar haq ketib qoldi, bekor ziyon tortib qolasizlar. Bo'pti do'stlar, bu videomiz mening ishag'chi bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishcha, men omon bo'linglar. Bo'pti mayli, xayr xo'sh.